Ha, yana o'sha girivimi. Ko'ramiz. Birinchi o'rinda yuzimizni yana uvlajniya qilib olamiz. Keyin esa qoshimizni Ha, to'raymiz. boshqa kiyimim yo'q. Enamniki tabarruk bildinglarmi? Endi qoshimizni dolishtirimizdagi konsillerchani olib, ipodromni mostiday qilib, uzingina qilib, qoshimiz qoldirg'ach qosh qolamiz. Keyin rast shipka qilamiz. Undan so'ng tanilkachani olamiz, yuzimizga chipoq-chipoq qilib, mana bunday qilib go'zallik bilan konsiler surtib olamiz. Endi esa uni ham chipoq-chipoq qilib rast shipka qilamiz. Yuzimizni chiroyli qilib siliq qilgandan keyin bunday qilib korreksiya qilamiz. Do'mboq qizchalar uchun mana shunaqa korreksiya. Yuzlaring kichkinaradi. Aytdim shunday chiqin korreksiya qilib olinglar. Ona. Endi esa mana bunday chiqin qilib chiroyli go'zallik bilan pudrachani surtib, uni raschapga qilib olamiz. Undan keyin bronzerchani olamiz, bronzercha bilan yuzimizga mazza qilib surtamiz. Mana keyin rumyanachalarni olib qizartiramiz jonoqlarni. Endi esa jaltillashimiz uchun jaltiroq tinchalar surtamiz. Undan keyin mana kiprikchalarimizni qilamiz. Undan so'ng esa kipriklarimizni xilpillatamiz. To'ba, birim go'zalmani. Endi men bu sochim bilan kiyim to'g'ri kelmasiga borib sochimni qilib kelaman. Chiqin qilib lakchalar sepamiz, yo'lkachalarimizni to'g'rilaymiz. Endi esa chiroyli ko'ylakcha kiygan holatda mazza qilib kiyimchalarimizni o'zimizcha qilib olamiz. Mana bunaqa sirg'ichalar taqamiz. Voy, to'ba, bu ne go'zallik, bu ne go'zallik. Bir balo qilib sirg'amiz taqib olamiz. Endi esa uzukchani bu barmoq bunisiga taqib olamiz. Bir balo qilib taqib oldik. Endi esa bu go'zallik bilan meni kimdir o'g'irlab ketmasa bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa like, kommentariy bosib jaring hoppa.